Ko'pchiligimiz qiladigan xato mana qirra qismida attachment yetib bormaydi. Assalomu alaykum qadrdonlar, charchamayapsizlar, tinchmisizlar, tuzukmisizlar? Sizlarga qumli attachmentni surilishini ko'rsataman. Ayrim insonlar bizga o'xshamayapti, guli yaxshi chiqmayapti, fakturasi yaxshi chiqmayapti deyishyapti. Biz mana qumi mayda attachmentimizni olgan gapirib ko'rsatish mumkin. Qumi mayda attachmentimiz bu qumli albatta. Qumli bizga ikkita cho'tlik kerak bo'ladi. Bittasi shu cho'rnuqni devorga surib olish uchun buni olib, ikkinchisi pardoz uchun kerak bo'ladi. Sizga qaysi cho'tka qulay bo'lsa, o'shani ishlashingiz mumkin. Xohlang shunaqada, xohlang boshqa cho'tkada, sizga qaysi biri qulay bo'lsa, yaxshi chiqarib bersangiz. Devorimizni ko'rishinglar mumkin, gapirib ko'rishing mumkin. Devorimizni bir slot oldiniga oddiy attachmentni tortib olganmiz. Nima uchun deyilgan savol bor. Chunki buni surganimizda qanaqadir joylari qolib ketishi mumkin. Shu qolib ketmasligi uchun, oralari to'lib chiqish uchun va attachmentni yana ham tiniqroq, chiroyliroq ko'rinish uchun, yaltirashlari o'lib qolmasligi uchun shunaqa qilib berib olsangiz yaxshi bo'ladi. Hozir bu yerga birinchini surib olganmiz. Bu yerda sizlarga ko'rsatib o'taman. Surilishni ko'rsataman. Mana ko'rganingizdek sursanglar, xudo xolasa oralarida qolib ketgan joyi bo'lsa ham unaqangi ko'p naqmaydi va sekin-sekin chiqasiz. Bir kishi bemalol qilsa bo'ladi bu joyda. Kattaroq devor bo'ladigan bo'lsa, обязательно ikkita odam tushishi kerak. Bir odam bir kishi mana shunday bulini tushirib ketadi, ikkinchi odam bu odam pardozni berishni boshlaydi. Sekin-sekin surib o'zingizga kerakli bo'lgan joyga surib olasiz. Ozgina sergichi bilan sekin-sekin ustidagi gullarni ochib olasiz. Joy olish kerak birinchi o'chirib turadigan ozgina. Joy olsangiz gullar bilan zich bo'lib qolmaydi. Mana holatda qotib qolsa, keyin bu ochilmay qoladi. Hozir buni ham sekin marta to'ldirib borib, bu yoqda sergan joyini qilib boramiz. Qattiq bosilmaydi. Sekin-asta holatiga qarab turib, sekin gulini ochib chiqaveramiz. Cho'tkan izlarida qilingani bilinib qolish kerak emas. Shuning uchun har xil tomonga qilishga harakat qilsangiz yaxshiroq bo'ladi. Yangi surilgan joyimizni sekin-asta qattiq bosmagan holatda sekin-asta mehr berib, o'zi gullarni har xil tomonga qo'yamiz. Agarda siz ham shunaqa narsalarga qiynalib turgan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, mana ishlarni ko'rib tursangiz, hamma sizlarga ishlanishdan oddiy usullarni ko'rsatib boramiz. Hozir bitganini sizlarga to'g'rini ko'rsatamiz. Voy ustagalar, mana oxiri ham bitirib oldik ishimizni, qimmatchantomizni ko'rishingiz mumkin. Agarda kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol qo'yishsanglar, shunaqangi chiroyli xizmatlarni sizlarga amalga oshirib beramiz. Endi bitta ko'rib bog'lab qo'yasiz ustagalar. Go.